Navbatdagi mavzu piramida. Piramidalar demak S3 belgilaydigan bo'lsak, demak asosda turli figuralardan iborat jism hisoblanadi. Mana misol uchun uchburchakli piramida. Uchburchakli piramida. S3 belgilaydigan bo'lsak, aytaylik mana to'rt burchakli piramida. ABCD. Demak, SABCD shu ko'rinishda yozilishi mumkin. To'rt burchakli piramida yoki bu yerda mana SABC uch burchakli piramida. Va hokazo demak mana asosi demak n burchakli kub burchak bo'ladigan bo'lsa, demak asosi n burchakli kub burchak bo'lsa, u holda demak n burchakli piramida deb yuritiladi. Bu mana n burchakli piramidaga izoh beradigan bo'lsak, bunda demak uchlar soni tabiiyki n plus bitta bo'ladi, n ta asosida va bitta uchidagi uch. Yoqlar soni n ta demak yon yoq va bitta asos bilan n plus bittaga aylanadi. Hamda demak mana qirralar soni tabiiyki asosda n ta qirra bor va n ta yon yoq, natijada 2n ta. Yana eslatib o'tamiz, demak o'sha Euler formulasini bu piramidalar uchun ham o'rinli ekanligiga mana amin bo'lish mumkin bu yerda. 2 ga teng. Demak, uchlar va yoqlarning yig'indisi qirralar sonidan 2 ta ko'p bo'ladi doim. Endi demak piramidaning umumiy formulalari mana to'la sirt. Barcha demak yon yoqlarning yig'indisi hisoblanadi. Bu yon sirt yuziga demak asos yuzini qo'shish orqali aniqlanishi mumkin bo'ladi. Endi piramida hajmini ham bevosita aytib o'tsak, 3dan 1 ko'paytirilgan S asos ko'paytirilgan demak mana H formula orqali aniqlanishi mumkin.